Assalomu alaykum. Keyingi mashinamiz Gazel Nex. Bu Gazelimiz gazga o'tmay qolgan. Mana simlari ochilyapti. Simlardan chiqdi aybi. Endi farsukani tekshirib ko'ramiz. Hozir yechib bu apparatimizda. Mana farsunkasini yechib oldik. Endi apparatimizni tekshiramiz. Ketdi. O'tayotgan gazning miqdorini tekshirib ko'ramiz. Mana yaxshi ekan o'zi. Endi har xil apparatda tekshirib ko'ramiz. Shunga asoslanib keyin ketdi mana. Ha akalar, bu o'zim benzinda ham yaxshi yurmagan. Shuning uchun diagnostika qildik. Injektorlarni, zaslonkalarni yuvdik. Filtrlarni almashtirdik. Mana injektorlarning rasmi. Mana tekshirib bo'ldi. Birinchi farsunkasi, ikkinchisi bu uchinchisi, bu to'rtinchisi. Endi hammasini bir-biridan katta farqi yo'q ekan. Farsunkalari yaxshi ekan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Keyin bu apparatimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.